Qayersiz? Mashhur. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli va qadrli bo'lgan aziz mehmonlar, aziz do'stlar, hurmatli andijonliklar, shahrimiz mehmonlari, hamma do'stlarimiz xush kelibsizlar. Mana yana bitta yangi maskan ochilishidamiz. Bugun mana shunaqangi ajoyib bir kunda shahrimizda yana bitta ko'rkam joy ochilyapti, oilaviy restoran. Chunki bizni o'zbek xalqi bor ekan, oilam, bolam, chaqam deb yashaydigan xalqmiz. Faqat o'zimiz emas, oilamga bo'lsin, yaqinlarimga, do'stlarimga, yaxshi insonlarga bo'lsin deb yashaymiz. Shuning uchun ham mana ushbu maskan barchalarimizga bugundan boshlab 4-filiali faoliyatini boshlayapti, do'stlar, va hammalarimizga qutlug' bo'lsin. Yaxshi kunlarimizda hammalarimizga xizmat qilishini tilab qolamiz va sanoqli daqiqa soniyalardan so'ng aziz mehmonlar, biz kechamizni bugun bir qancha nafis san'at ustalari, qolaversa bir qancha sovg'a salomlar bilan bo'lib o'tishga harakat qilamiz va dastavval Starband jamoasidan chiroyli bir musiqalarni tinglab olamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab, sanoqli fursatlarda yana gaplashamiz. Xush kelibsizlar do'stlar. Yangi maskan muborak bo'lsin hammalarimizga. Hammaga a'lo kayfiyat tilab qolamiz.
yaxshi kayfiyat tilab qolamiz va bu kayfiyat bilasizlarmi? Eng birinchi sizlarning ishtirokinglar bilan bo'ladi. Odam qancha ko'p bo'lsa shuncha bir qarang, unga qaraysiz, bunga qaraysiz, ko'zingiz quvonadi, yaqinlarni ko'rasiz, do'stlarni ko'rasiz. Qadrdonlar bilan ko'rishib qolasiz yoki bitta davrada o'tirgan bo'lasiz, oila a'zolar bilan. Bu juda ham go'zal holat. Qolaversa, yaxshi kayfiyatni sozanda xonandalar ham bag'ishlaydi sizlarga, taqdim etadi bir bayramona kayfiyat degani va eng zo'ri do'stlar, sovg'a yutib olish bu umuman zo'r narsa. Hozir shu endi tandir deb qo'yamiz bu yerni. Tandir oilaviy restoran deymiz. Yana ham tushunarliroq bo'lish uchun tandirda har doim yaxshi narsalar bo'lgan. Bu yerda bilasizlarmi, mana eng men qoyil qoladigan joyim, menimcha Andijondagi eng shirin shashliklardan bittasi. Mana shu yerda. Bu birinchi tomoni va eng asosiy tomoni bu toza havoda joylashganligi. Ana undan keyin tandir to'rda aynan hozir bir akamni ko'rib qoldim, chef povur. Bilasizlarmi, u vazir shunaqa odamlarga povurlik qilib yurganligini bilaman. Men yoshligimdan bilardim. Umar aka mana shu yerda o'zim chef povurman degandan xursand bo'lib ketdim. Demak, ovqatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi do'stlar, buni hammasi zo'r. Hammamiz qo'limizga telefonni olsak, bitta sovg'ani hozir birinchi egasini aniqlaymiz. Hammamiz qo'limizga telefonni olaylik. Hamma qo'liga telefonni olsa, bitta SMS yozamiz. Nima yozish kerakligini aytaman, birinchi nomerni yozinglar hammanglar. Bitta nomer aytaman hozir, nomerni kiritamiz. Bu Instagram yoki Telegram uchun emas, bu shunchaki oddiy SMS. Dinozavrlar bormi? Dinozavrlar yaxshi biladi SMSni. Xo'p, kiringlar. Nomerni yozinglar. +998 Yozinglar. Hozir kim birinchi yozish o'ynaymiz? 93 445 69 18. Yozdinglarmi? Qaytaraman. +998 93 445 69 18. Yozdinglar-a? Endi matnga kiringlar. Nima deb yozish kerakligini hozir e'lon qilaman. Gap shundaki, kim birinchi yozib olsa, birinchi sovg'ani yutib oladi. Tayyormi hamma? Hamma bu tomon tayyormi? Yozinglar. Tandir oilaviy restorani ochilishing muborak. Ana, 5 ta so'z. Tandir oilaviy restorani ochilishing muborak. Davayt, tezroq yozamiz do'stlar. Tezroq yozamiz. Mana meni cho'ntagimda ana shu telefon turibdi. SMSlar kelishni hozir boshlaydi, xudo xolasa. Tandir oilaviy restorani ochilishi muborak. Mana shu 5 ta so'zni kim birinchi yozib olsa, birinchi sovg'ani ularga taqdim etamiz. Do'stlar, qani sizlar sovg'a yordam berib turasizlar, birinchi sovg'ani tayyorlab berib tursanglar, hozir biz g'olibimizni aniqlaymiz. Do'stlar, telefon qilib olish yo'q, shunchaki SMS yozamiz. Xo'sh, birinchi SMS kimdan keldi do'stlar? Hozir aniqlaymiz. Birinchi SMS egasi. Tanish bilishchilik yo'q. Tak. Birinchisi noto'g'ri yozilgan. Panda oilaviy ochilish muborak debdi. Kimdir? Voy, panda demadim. Xo'p, ana yozilgani Tandir oila restorani ochilishing muborak debdi. Bu ham noto'g'ri yozilgan. Va bitta harf qolib ketdi. Shuni aniqlaymiz hozir. Mana bitta harf qolib ketgan. Tak, e'lon qilamiz nomerini. 383 03 85. Mana shu kimning nomeri do'stlar? 383 03 85. Qo'lingizni ko'tarib yuborsiz ham mayli yoki o'rningizda turib qo'ysiz ham mayli. Biz mana shu sovg'a bilan sizning yoningizga bormoqchimiz. Yana do'stlar, mana bizning g'olibimiz, mana shuncha odamlar yaqin o'tirib, uzoqda o'tirgan mehmonimiz. Opa sizmi? Tabrik. Qarshi olinglar. Yaxshi o'tiringlar. Salomat bo'ling, tabriklaymiz. Voy, endi yana xafagarchilik bo'lmasligi uchun voy aptadan men bir jo'natdim deganlar bo'lsa, 104 57 71. Kimning nomeri o'rtoqlar? 104 57 71. Sizmi? Sovg'a olib kelib beringlar do'stlar. Mana shu qizimizga ham yana bitta sovg'ani beramiz. Tabriklaymiz, bitta qarshigilar bo'lsin. Voy, biz Andijonliklar hamma tomonlama zo'r, eng zo'r odamlar, mehribon, samimiy, mehmondo'st, hamma tomonlama zo'r, lekin ozgina qizg'onchiligimiz bor. Oddiy shu qarsakni ham qizg'onamiz. Maza qilib cholib o'tiringlar. Qatta cholasizlar bugun chomasanglar. Ismingiz nima singlim? Robiya. Robiyaxon, sizga mana shu sovg'ani taqdim etamiz. Kim bilan kelgansiz? Buvam bilan. Qani, yoqdimi?
Zo'r. Yana nima kamchilik bor? Kamchiliklar yo'q. Kamchilik yo'q, hamma yo'q zo'r. Gap yo'q. Rahmat Robiyaxon, tabriklaymiz, salomat bo'ling. Va do'stlar, kechamizni davom ettiramiz. Mana ozgina kulishib oldik, ozgina kayfiyatni ko'tarib oldik, sovg'alarni ulashib oldik. Yana ular ko'p. Endi hozir mana shu badiiy sahnamizga bizni bloger do'stlarimiz tashrif buyurgan. Ruxsat bersanglar, Muhammadjon, siz boshlab keling endi. Yigitlarni bir 3 ta. Yigitlardan, qizlardan ham bormi? Bloger qizlarimiz bormi? Har kuni telefonlarimizda chiqadigan qizlar, yigitlar. Hozir ulardan ham bitta chiroyli obzorni eshitamiz do'stlar. Obzorchilar. Ya'ni qayerda qanaqa ochilish bo'lsa, men bu yigitlarni, bu qizlarni ana shu yerda ko'raman. Bular ham meni ko'radi. Xudoga shukr va kunimiz shunaqa yaxshi kunlardan chiqmasin, boshimiz chiqmasin. Yigitlar, yana kim bor? Mahmudjon, kelinglar, marhamat. Mana Mavlonboy, kelinglar do'stlar. Do'stlar, endi hozir obzor bo'ladi. Tak, 3 ta obzor bo'ladi. Eng zo'riga ovoz berasizlar. Bo'ptimi? Qarsak bilan oxiri aniqlaymiz. Xo'p, do'stlar, mana 3 ta do'stlarimiz, uchalasi ham siz telefonlaringizda har kuni chiqadigan bolalar, yigitlar. Tak, Andijonda Instagram sahifasi muallifi, egasi Muhammadjon bo'ladilar. Mavlonboyni endi qaysi Instagram sahifasi men bilmayman, lekin ko'p ko'raman, har xil joylardan chiqib qolishini ko'raman. Shunchaki Mavlonboy. Mahmudjon, kelasizmi? Andijonda bugun keling. Obzor qilib beraylik endi bugun chiroyli qilib. Keling. Voy, живой obzorga yo'q ekan deb o'ylab olishadi hozir odamlar. To'g'rimi? Keling, bir jonli obzor qilib beraylik. Xo'p, Muhammadjon boshlaydi hozir, Mavlonboy davom ettiradi. Keyin Mahmudjonning oldiga gapirmasa o'zimiz borib majbur gapirtiramiz. Shuning uchun kelavering do'stim. Tak, do'stlar, ovoz beramiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Barchalarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rostdan ham juda ham chiroyli joy ekan. Sizni ham aka ko'rib turganimdan xursandman. Borgan sari ko'rib turganimdan xursandman aka. Xullas, nima ham desa bo'ladi, bu tandir 3. Necha o'ylab olish kerak edi-da. Bilsam bo'ladi. Agar Andijonda siz qayerga borishni o'ylanib qolgan bo'lsangiz, haqiqatdan ham ko'rganingizda, kelganingizda hayratga tushadigan, taomlarni yeganda maza qiladigan, haligi nimadir yegim kelyapti, ana shu narsani qayerdan olaman ekan deydigan joy bo'pti. Rostdan ham oilaviy, juda ham maza qilib dam oladigan. Andijonda menimcha eng katta terrasa, juda ham mahobatli, juda ham chiroyli, juda ham o'zgacha stilda qilingan. Ayniqsa menga mana shu pardalari, оформленияsi juda ham yoqdi. Barchalarga tavsiya qilaman, yaqinlar bilan kelgani, do'stlar bilan kelgani va ayniqsa Andijonga keladigan mehmonlarni hayratda qoldirgani. Andijonda ham shunaqa chiroyli joylar ko'p ekanda deyishlari uchun bemalol olib kelaverasizlar va obzor yoqqan bo'lsa bitta guldiroz qarsa javob qo'yasizlar. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan yaqinlarimiz. Endi bunaqangi mukammal obzordan keyin biz obzorimiz qanaqa tuyuladi endi bilmadim. O'zingizlar chiroyli bitta qarsaklar bilan baholab qo'yganlarda o'zimiz bilib olamiz. Xo'p, bo'lmasa ruxsatinglar bilan men ham harakat qilib ko'raman. Andijonda bog' shimolida o'zini tandir go'shtlari, chuchvaralar bilan mashhur bo'lgan tandir oilaviy restoranini uchida yangi oilaviy terrasasi ochilganini bildinglarmi? Agar sizlar hozir meni tomosha qilib tursanglar, sizlarga qisqacha ma'lumot beraman. Ushbu terrasani ko'rib turibsizlar, men xayol qilganimdan ham ancha katta ekan. Umumiy 650 ta odamni o'zini bag'riga bemalol sig'dirar ekan. Bundan ham bilsanglar bo'ladi. Demak, tandir 3 ta kichik to'ylarda, marosimlarda ham o'tkazsak bo'ladi ekan. Aytgancha, bu yerga mehmon bo'lib kelayotganlarda o'zingizlarda didinglarga mos bo'lgan ovqatlarni zakazga ham tayyorlash beraveradi ekan va eslatib o'taman, bu yerga faqat oilaviy bo'lib bemalol tashrif buyurib ketsanglar bo'lar ekan. Tungi atmosferasi va kunduzgidagi toza ob-havosi bilan boshqa restoranlardan ajralib turar ekan. Tandir 3 ta bugungi ochilish marosimida sizlar bilan birga turganimdan juda ham bag'oyat xursandman. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta qisqa qarsak javob bersizlar. Rahmat. Xo'p, do'stlar, endi ovoz beramiz. Birinchi va ikkinchi o'rinni belgilashimiz kerak baribir, to'g'rimi? Birinchi, ikkinchi o'rin kerak emas. Muhammad aka bizni akamiz, ustozimiz shu yo'nalishdagi shuning uchun qarshi bo'lmasanglar, Muhammad aka o'zimiz akam,
ustozim deb bilan birinchi o'rin o'z-o'zidan Muhammad akamga va bunda mendan akamdan boshqa mendan boshqa ishtirokchi yo'q. Ikkinchi o'rin o'zim deb aniq qo'yarsam. Qarshi bo'lmasanglar. Gap yo'q, mana shu gapga bitta qarshi cholinglar bo'lmasa, gap yo'q. O'zi bizning rejamiz ham shu ediki, har ikkala bizning mehmonimizga mana o'ziga o'xshagan sovg'a, Muhammadga uncha o'xshamas ekan, lekin sovg'a. Chiroyli qarshilar bo'lsin do'stlar. Rahmat yigitlar, sog' bo'linglar. Respekt. Mana shunaqangi Andijonimizda zo'r ijodkorlarimiz bor. Bilasizlarmi, Andijon zo'r joy. Andijon Zahiriddin Muhammad Bobur yurti, Andijon Cho'lpon yurti. Andijon yana qanaqa odamlar bor? Andijon Tavakkal Qodirov yurti, Andijon Sherali Jo'rayev yurti, Andijon Avazbek Rustamov yurti mayli bo'la qolsin. Xullas karom, Andijon bizni sevimli maskanimiz. Mana shu Andijonni yana bitta sevimli farzandlaridan bittasi. Ruxsat bersanglar, mana hozir davramizga taklif qilmoqchiman. O'z qo'shiqlari bilan juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz, qo'shni yurtdagilarni ham qalbidan joy olgan ijodkorimiz, o'ziga xos rekordchi san'atkorimiz. Buni andijonliklar, andijonliklar yaxshi biladi. Faxrlanamiz bu ijodkor bilan. Asilbek Nigmatovni taklif qilamiz do'stlar. Bitta chiroyli qarshilar bo'lsa ham mayli. Asilbek Nigmatov! Bu ijodkor Qarsakka sazovor, Qarsakka yarasha ijod qiladigan Andijonni o'g'loni qayerda bo'lmasin, Andijonli deb e'lon qilamiz har doim. Chunki o'zimizni Asilbek Nigmatov, marhamat. Katta rahmat. Qarsaklar uchun katta rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Shu yerda o'tirgan aziz mehmonlar, mana bugun shunday chiroyli dargoh ochilibdi. Kelib bu yerda barchamiz mehmon bo'lyapmiz. Bu yoqqa fayzi baraka tilab qolamiz. Shu xalqimiz kelib chiroyli oilasi bilan dam olib ketib, shu yerdan yaxshi kayfiyatlarda ketishini tilab qolamiz. Shu qatorda bugun ham sizlar kayfiyatinglarni ko'taramiz deb chiroyli qo'shiqlarimizdan aytib beramiz deb keldik. Boshda bir ikkita sokin shirin qo'shiqlardan aytsak, keyin undan keyin sho'xlar bilan davom ettirib ketamiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat. Yüzdeki
Yüzdeki halin güzel, lepteki balin esen, değmesin sine nazar. Gülzar bulup konuşsun keçeler, derman bulup konuşsun keçeler. Gülzar bulup konuşsun keçeler, derman bulup konuşsun keçeler. Yılbarım husnun keltirip hicranımni alsın keçeler. Yılbarım husnun keltirip hicranımni alsın keçeler. Ey akşam, ey akşam, ey akşam, gözlerimni yaşlama yandır, yüreğimni g'ashlama yandır. Gözlerimni yaşlama yandır, yüreğimni g'ashlama yandır. Uning ovozini eslatib g'amgin kuying boshlama yandır. Hey, uning ovozini eslatib g'amgin kuying boshlama yandır. Ey akşam, ey akşam, ey akşam, ayting do'stlar kimni yar bor, ayting do'stlar kimlar yarga zor, ayting do'stlar kimlar bo'ldi xor, kimlar uchun dunyo bugun tor. Ayting do'stlar kimni yar bor, ayting do'stlar kimlar yarga zor, kimning ko'zi asta yoshlanib yorin kutar bo'lib umidvor, yorin kutar bo'lib umidvor. Ey akşam, ey akşam, ey
chiroyli, xursandchilik. Shuning uchun sho'x qo'shiqlarimizni aytamiz. Qo'yma. O'rgatib qo'yma. Ana. Yo'llaringni tunda poylaganim yo'q, ishqingni qalbimga joylaganim yo'q. Yo'llaringni tunda poylaganim yo'q, ishqingni qalbimga joylaganim yo'q. Hadi noz qilmagin, nozingni yo'q, senga go'zallarda mahallada ko'p, mahallada ko'p. Qo'yma, o'rgatib qo'yma. Sen meni o'zingga o'rgatib qo'yma. Qo'yma, o'rgatib qo'yma. Sen meni o'zingga. Behirin oldida olma pisharmu, yah desang yoningga yigit tusharmu. Behirin oldida olma pisharmu, yah desang yoningga yigit tusharmu. So'zimdan arazlab labingni burma, qiz degani yoki shuncha shasharmu, shuncha shasharmu. Sen meni o'zingga o'rgatib qo'yma, o'rgatib qo'yma. Yuraggina o'ymadim, ko'zlaringga to'ymadim. Yuraggina o'ymadim, sen haqingda kuylab ol. O'zga yo'lni men suymadim, voy men suymadim. Qo'yma, o'rgatib qo'yma. Sen meni o'zingga o'rgatib qo'yma. Qo'yma, o'rgatib qo'yma.
ko'ngil berib Majnundek seni sevib bilmayin xato qilib mani aldagan shahlo ko'zing baldayin shirin so'zing men buni qaydan bilib mani bir ko'rib ko'ngil berib Majnundek seni sevib bilmayin xato qilib mani aldagan shahlo ko'zing baldayin shirin so'zing men buni qaydan bilib mani yomon yomon bilmayin qilganing oz iboli ekan deb rost har kuni seni kutardim to'lg'anib tunlar bedor vaslinga yetay deb yor bir shirin hayot surardim oz iboli ekan deb rost har kuni seni kutardim to'lg'anib tunlar bedor vaslinga yetay deb yor men shirin hayot surardim shirin tushdan